Omoq savoqdaşlar, bugungi hikoyamiz Xolis niyat. O'tgan zamonda Hashim Mozduz degan bir odam o'tgan ekan. Bu aqko'ngil odam bola chaqalarini atikasbi mozduzlik hunari bilan boqar ekan. Kunlarning o'tishi bilan uning tijorati obdanlar rivoj tepib, boy bo'lib ketibdi. Hashim Mozduz boy bo'lgandan keyin musulmonchilik farzini ado qilish uchun Makkaga berish niyatiga kelibdi va haj safariga chaptunibdi. U minish oldida xotun bola chaqalarini yig'ib, sizlar yurt mahalla qo'lim qo'shnilar bilan inoq o'tinglar, kambag'al yetim yesirlarga o'shra zakot berishni esinglardan chiqarmanglar deb vasiyat qilibdi. Dal shu kunlarning birida uning qo'shnisi Quvon Saltining xotini yo'qsizlikdan ajizlab o'lib ketibdi. Uning ustiga 3 bolasi og'ir kasal bo'lib yetib qolibdi. Bu ahvoldan xabar topgan Hashim Mozduz qattiq o'ylanib qolibdi. Axir shundoq o'yga kelibdi. Mening atrofimdagi qo'lim qo'shnilar ham urug' tuqqanlarimning kuni bunday qiyin ahvolda tursa, men hajga ketsam, mening haj qilish talabim ijobat bo'larmi? Yo'q, bu haj qilish qoidasiga uyg'un bo'lmabdi. Hashim Mozduz o'zining uzoqdan buyon yiqqan mol-dunyolarini yurt mahalla qo'lim qo'shnilarga, urug' tuqqanlarga va ojiz yetim misrlarga taqsim qilib berib, ularni achalang'achdan qutuldiribdi. Butun ahli yurt Hashim Mozduzga opirin o'qibdi. Hashim Mozduz hajga tayyorlanayotgan yurt ichidagi 10 necha kishining ichidan tushib qolibdi. Hajga ma'osh kuni butun yurt ichi va yaqin atrofdan kelganlar hajga manganlarni uzitibdi va saxovatlik Hashim Mozduzga duo qilishibdi. Hajga ketganlar qatoridan bir necha kishi turli sabablar tufaylidan haj qilish imkoniyatiga ega bo'la olmabdi. Dal haj tavob qilish kuni bu kishilar shundoq bir tush ko'ribdi. Payg'ambar shundoq vasiyat qilibdiki, sizlarning aranglarda bir kishi haj qilish umidi bilan uzoq yillar yiqqan dunyosini ojiz g'ayriblarga taqsim qilib o'tib, ularning hayotiga yer yo'lak bo'ldi. Shunga bu yerga kelolmadi. U kishining haj qilish talabi ijobat bo'ldi. Hozirdan boshlab hojilik sharofatiga ega bo'ldi, debdi. Atsi yurtdan borgan barliq hojilar bir-biriga tushida Muhammad payg'ambarni ko'rganligi hamda payg'ambarning qilgan so'zlarini deyishibdi. Hammaylar tushlarining o'xshashligidan hayron bo'lishibdi. Ular Makkadan ko'p in'omlar ilib o'z yurtiga qaytib kelishibdi. Ular o'zlarini qarshi elishga chiqqan butun jamoat oldida Hashim Mozduzni Hashim hojim o'zlarining talablari ijobat bo'ldi. Biz tilini muboraklaymiz deb ahvolni bayon qilibdi. Yurt ichida to'plangan cho'ng-kichik kishilar ko'z yosh qilib Hashim hojimni muboraklashibdi. Makkaga berib hojilik sharofatiga ega bo'lgan hamda bir qism talabi ijobat bo'lmay qaytib kelgan kishilar Hashim hojimning kishilarga ko'yinadigan mehri shafqatlik oliyjanob ruhidan ta'sirlanib, ularmo yurt mahalladagi yetim yesirlarga mehribonlik qiladigan bo'pti. Uyg'ur xalq cho'chaklari